Shu vaqt bu ayolning po'qi mishlardan boshlab kindigacha ketgan. Abdumjid aka, shu tuzni ko'p iste'mol qilishning salomatlikka qanday ziyni va to'g'riliq bir so'zlab bersangiz. Bo'ladi. Endi burun ajdodlarimiz mushu tosh tuz ishlatadi. Tosh tuz ishlatgan chog'ida mushu tosh tuzning tarkibidagi yutning kamchiligi sababidan rayonlarimizda po'qoq nihoyatda bak ko'pdi. Po'qoq nihoyatda bak ko'pdi. Hatto hozirda aniq ism turibdi. 90-nechinchi yillari mushu Xotan xabarlari deb televiziya stansiyasi tarqatgan chog'ida mushu Xotanda chiqqan bir po'qoq bir ayolni chiqadi ziyorat qilib. Shu vaqt bu ayolning po'qi mishlardan boshlab kindigacha ketgan. Shu vaqtda buni mujda santirlab, metrlab dünya Guinness rekordiga kirgizgan o'sha ayolni po'qoq podshohi debcha. Shu vaqtda mushu yut kamchi tuz tarkibidagi yutning kamchiligi sababidan bizda po'qoq bak chiqdi. Endi mushu yut qo'shilgan tuzni, pishiqlab ishlangan tuzni turmushimizga singib kirganning yoqi bizda asosiyatdan po'qoq deydigan bu kasallik asosiyatdan tüp yıldızdan g'oyib bo'lib ketdi. Endi bu tuz bizda turmushimizda kam bo'lsa bo'lmaydigan nihoyat muhim bo'lgan bir modda. Tamaqimizning nihoyat muhim bir xurujchi, badanimizga nihoyat muhim bo'lgan bir mineral moddadan birisi, elementdan birisi. Endi olsa bu tuz jiqilib ketishi. Tuz ko'p bo'lib ketsa, ko'proq ham shunda yurak qon tomir kasalliklarini, minqal qon tomir to'silish qetish qatorliq kasalliklarni, qondagi maydagi yuqorilab ketishini, quyolg'ini oshiradi. Uning bilan yana birga böbrek ojizligi ham böbrekdagi zaiflashishni keltirib chiqarib qo'ydi. Shunga tuqqanlarningki tuzni hamda bo'lsa muvofiq miqdorda ishlatsanglar bulapma shu qonni may ko'p, qon quyoq, qonning yepishqanligi yuqorilab ketgan, yuqori qon besim bemorlari, tojisimon yurak botqusiman qetish qatorliq mushta kasalliklarga giribdor bo'lgan, ming qil qon tomir to'silib ketishgan odamlar bak tuzliq tomoqni iste'mol qilmasliklarini. Bo'lmasa shu minga, yurak, böbrek qatorliq a'zolarniki zaxmi texnik yig'ilishib, hayotinglarniki qisqarib qolishini keltirib chiqarib qo'ydi. Shunga tuzni ishlatsanglar, muvofiq ishlatsanglar degan umidda.